Bugungi videoda biz dunyodagi eng sirli va eng kuchli tizimlardan biri razvedka dunyosi haqida gaplashamiz. Siz o'ylab ko'rganmisiz? Nega ayrim davlatlar urush boshlanishidan oldin hamma narsani bilib oladi? Nega ayrim terror hujumlari oldindan to'xtatiladi? Yoki nega davlat rahbarlari maxfiy ma'lumotlarga tayanib qaror chiqaradi? Bularning ortida oddiy odamlar emas, balki maxsus razvedka xizmatlari turadi. Razvedka tizimi bu davlatning yashirin ko'zlari va quloqlari hisoblanadi. Ularning asosiy vazifasi davlat xavfsizligini himoya qilish, dushman haqidagi ma'lumotni yig'ish va tahdidlarni oldindan aniqlashdir. Bugungi videoda biz razvedka tizimi qanday ishlashi, eng kuchli maxfiy xizmatlar, CIA tarixi, maxfiy operatsiyalar, kiber razvedka, bu dunyoni larzaga solgan sirli loyihalar haqida gaplashamiz. Avvalo, razvedka nima degani? Oddiy qilib aytganda, razvedka bu yashirin ma'lumot yig'ish faoliyati. Har bir davlat boshqa davlatlar haqida ko'proq bilishga harakat qiladi, chunki ma'lumot bu kuch. Masalan, harbiy sirlar, yangi qurollar, siyosiy rejalar, iqtisodiy ma'lumotlar yoki terror tashkilotlari haqida axborotlar juda katta ahamiyatga ega. Razvedka xizmatlari ma'lumotni turli usullar bilan yig'adi. Birinchi usul bu agentlar. Bu filmlarda ko'radigan maxfiy agentlar. Ular boshqa davlat ichida yashirin ishlashi mumkin. Ba'zida oddiy biznesmen, jurnalist yoki diplomat ko'rinishida faoliyat yuritadi. Ikkinchi usul texnologik kuzatuv. Bugungi dunyoda telefonlar, internet va sun'iy yo'ldoshlar orqali juda katta hajmdagi ma'lumotlar kuzatiladi. Ayrim davlatlar hatto dunyoning boshqa chekkasidagi harakatlarni ham sun'iy yo'ldosh orqali kuzata oladi. Uchinchi usul kiber razvedka. Hozirgi zamonda urush faqat tank va samolyot bilan emas, internet orqali ham olib boriladi. Hakkerlar davlat tizimlariga kirib maxfiy ma'lumotlarni o'g'irlashi mumkin. Endi esa dunyodagi eng mashhur razvedka tashkilotlaridan biri CIA haqida gaplashamiz. CIA bu AQShning eng asosiy tashqi razvedka tashkilotlaridan biri hisoblanadi. CIA 1947-yilda tashkil etilgan. Bu davrda dunyo sovuq urush ichida edi. Mana shu davrda razvedka juda ham muhim qurolga aylangan. CIAning asosiy vazifasi chet davlatlardan ma'lumot yig'ish, AQSh prezidentiga maxfiy hisobot yetkazish va kerak bo'lsa yashirin operatsiyalar o'tkazish edi. CIAning qarorgohi AQShning Longley hududida joylashgan. CIA tarixidagi eng mashhur operatsiyalardan biri Osama bin Laden operatsiyasi. 2001-yil 11-sentyabr voqealaridan keyin AQSh dunyo bo'ylab terrorizmga qarshi katta urush boshladi. Oradan yillar o'tib CIA terrorchi yetakchi Osama bin Laden joylashgan hududni aniqlashga yordam berdi. 2011-yilda maxsus operatsiya o'tkazilib, u yo'q qilindi. Bu operatsiya dunyodagi eng mashhur maxfiy missiyalardan biri bo'lib tarixga kirgan. Bugungi dunyoda eng katta qurol bu ma'lumot. Kim ko'proq ma'lumotga ega bo'lsa, ustunlik ham o'sha tomonda bo'ladi. Balki hozirning o'zida ham dunyoning qayeridadir maxfiy operatsiyalar davom etayotgandir va ehtimol biz ular haqida hech qachon bilmaymiz. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalga obuna bo'ling. Keyingi videoda qaysi maxfiy tashkilot yoki sirli loyiha haqida gaplashishimizni kommentariyada yozib qoldiring.